Beshariqda o'qituvchi ayol ayovsiz kaltaklandi. Holat mana shu yerda bo'lgan. Qochilga yopishib o'zini eplolmay qolibdi-da, uchragan joyga solaverganda, u qayt himoya qilishga solavergan. O'quvchilar, ikkita o'quvchi kelib qutqarganda ham yo'q, eplolmagan. Voqea qanaqa bo'ldi? Qanaqa qilib sizni kaltakladi hozir? Arqadan kelib sochimdan ushlab shunaqangi holat urdi, tasavvur qila olmayman. O'zimni yo'qotib qo'ydim, unga qarshi unaqa qila olmadim. Ikkita o'quvchilar yugurib keldi. Ikkinchi etajda hamma o'quvchilar tomosha qildi, ajratilmadi. Keyin ajratilmagandan keyin o'qituvchilar chaqirdi. Qolgan o'qituvchilarni ham chaqirdi. Ular bir 10 tacham o'qituvchi keldi, ajratilmadi. Sochimdan qattiq ushlab olgan edi. Uyingizda it ursa ham ajratasiz inson sifatida-da. Lekin aytdi, xo'p, nega rahbar tomosha qilib turadi? Uni atrofidagilar nega tomosha qilib turadi? Nima bo'lgan taqdirda ham bu holatda yaxshilik bilan ajratsak bo'lardi-ku. Bir kun oldin shu ziddiyatga chek qo'ysak bo'ladi-ku. Mayli ishdan ketsam ketaman, haqiqatni aytib, qo'limni ko'taraveraman.